Hurmatli kanalimiz a'zolari, hamma qilgan layfhak mana qiyin kelib ketdi. Karamni 5 daqiqaga qo'ydimda, duxovkada pishirib oldim. 3-4 qavatini yechib olgandan keyin karamni yana qo'yib 2 marta pishirib oldim. Salafanni ochar ekanman, juda issiq ekan, qo'lim kuydi. O'zi blogerlik qilib, o'zini video olayotganiga rahmat. Bitta qo'limda telefon, bitta qo'limda olib tegachini bilib ushlab olganman. Juda qiyin bo'ldi. Keyin boray deb qo'limda ochmoqchi bo'ldim, qo'lim kuydi. Xullas telefonni bir chekkaga qo'yib, ochib oldim. Endi listlarni ko'ryapsiz, butunlik holatda, chala pishgan bo'ladi karam barglari. Ko'pchilik suvda pishiradi. Mikrovolnovkaga bo'lsangiz, mana usulida pishirib ko'ring. 2 ga bo'lib 2 qismga bo'lib oldim. Sabab juda katta barglar, qo'pol galupsalar bo'lmasin deb, ya'ni karam o'ramalar bitta galupsani yeb bukib qolmaylik deb, chiroyli chiqsin, go'zal chiqsin deb o'rtaga o'zagidan qo'ydim. Mana shunday holatda tayyorlab oldim. Mana o'zagidan xohlagan salatingizni qilsangiz bo'ladi. Hamma biladigan qiyma, go'sht, piyoz, kartoshka, ichida guruchi bor. Murch soldim, tuz soldim va yog', semichka yog'i. Karamni ochib olamiz, qiymalarni yoyib olamiz. Xuddi xonimga yoygandek. Karamni xuddi shu shaklda o'raymiz. Bitta ko'rinish. Yana bitta holati, ikkita chekkasini buklab o'rasangiz ham bo'ladi. Yana bitta ko'rinish bunaqasiga. "Hey opa, nima qilyapsiz? Sochilib ketadi" deganlarga bu qozonda emas, duxovkada pishadi. Albatta qizil sos tayyorlab olinglar. Chesnok, ko'katidan tayyor bo'lgan qizil rangda, rangi ham chiroyli chiqadi. Fali ham yo'q ekan, ochiqcha qo'yib yuborardim. 35-40